Chesnok daladan kelgandan keyin mana ko'rib turibsizlar. Daladan mana shunday tuproqdan ajratib, bog'langan holatda olib kelinadi. Hamda bular sotiladigan paytda mana bunday poyasidan ajratib kuraklanadi. Agar xaridor kelolmasa, xaridor bo'lmasa, bularni simlar tortib osib, quritib qo'yiladi. Xaridor kelguncha kutiladi. Buni hozir ko'ramiz. Mana og'ilxonalarga hozir mana orqa tomonlarida ham bor. 3 qatordan qilib 1, 2, 3-qator, 4-qatorda simi uzilib ketgan, oralarini yarim metrdan qo'yib, 3 qatordan qilib osib chiqilyapti. Bu uzilib ketganini endi yana ertaga Xudo xolasa osib, yana bir qator bu yerga ham osib chiqiladi. Xaridor kelguncha mana shu holatda saqlanadi. Bunda mog'orlamaydi, achib ketmaydi. Yaxshi holatda qurib turaveradi. Agar hozir tuzukroq xaridor topsa, albatta bir pasta poyasidan ajratib, bularni kuraklab, ya'ni chesnok boshini alohida qilib, taroziga qo'yib tortib beriladi. Sizlarning dasturxoningizlarga chesnok yetib borguncha mana shunday juda ko'plab mehnat talab qiladi dehqonlarimiz. Buni mana dalalardan yetishtirib olib kelgandan keyin ham uyda bularni albatta saqlashi oson bo'lmaydi. Shuning uchun xirmonlarning dasturxonlariga baraka bersin, iloyim mehnatlarini rohatini ko'rsin. Shu videoga like bosib, kommentariy yozganlardan Alloh rozi bo'lib, qo'llar dard ko'rmasin deb qolaman. Omon bo'linglar.